chiqarib qo'ygansan. Chiziq chizaman deysan. Chiziq. -75. Ha. -75 virgül. Virgül. -50. -50. Rozilik. Rozilik. -40. -40. Virgül. Virgül. -55. -55. Rozilik. Rozilik. 0. Virgül. Nol. -20. Virgül. -20. Rozilik. -65. -65. Virgül 0. 0. Rozilik. Yana -75. -75. Virgül. -50. -50. Rozilik. Mana yerga kelasan. Mana yerga turbicha yonadi. F8 ga bosib qo'ysang bo'ldi. Chiqdi. Probel. Yana probel. Mana yerga kelasan, chiqilasan. Turbicha yonadi. Bosasan. Mana yerga kelasan, turbicha yonadi. Chiqilasan, probel. Yana probel. -75. -75. Virgül 65. Rozilik. -40. Virgül 5. Rozilik. 0. Virgül 50. Rozilik. -65. Virgül 25. Rozilik. Yana -75. Virgül 65. 65. Rozilik. Endi mana yerga kel. Bu yerda chiqib qolasan. Probel. Yana bitta probel. Mana yerda turbicha yonadi. Chiqib qolasan. Mana yerda turbicha yonadi. Chiqib qolasan. Bo'ldi. Bu efirni yasalishi chiqib ketdi. Kelasan. Mana buni nazar qildi. Endi qaysi ko'rinmaydi? Qaraysan. Mana bu X dan eng uzoqdagi nuqta. Eng uzoqdagi skor. Mana nuqta ekan, to'g'rimi? Demak, keyingi proyeksiyada shu nuqtadan chiqayotgansiz ko'rinadi. Ko'rinadi. Mana siz ko'rinar ekan. Raz уже mana siz ko'ringandan keyin shu bilan kesishayotganingiz mana siz ko'rmaydigan bo'lib qolish kerak. Mana siz ko'rmaydigan bo'lib qoladi demak. Baylar qilasan, buni qilmagan ekansan, mayli. Загрузка deysan, mana yerdan shunga kerak bo'ladi-da, jugar kerak bo'ladi. Hidden 04 deganimiz Hidden 04 deganini olishimiz kerak. Mana Hidden 04 katta bilan yozib qo'ygan. Okey deymiz. Okey deymiz. Xullas mana uning jis bo'lish kerak edi. Mana bunaqangi chiziq bo'lish kerak edi. Ikkita chiziq bo'lish kerak edi. Keyin hammasini yozib chiqasan. Mana o'zi mana o'zi qaysi eng uzoqda turgani 75. S ekan. Mana X dan eng uzoqdagisi 75. Demak, buni S ekan. Yozaman deysan. Yo'q, yozaman deysan. Multitext deysan. Mana yerda chiqib qilasan. Sapasga tush. Chiqib qilasan. Chiqib qilasan. S ikkita deysan. O'zimizdan S. Ikkita ishtirib. 2,5. Hop, 2,5 qopni 5 ga o'zgartirib olamiz. Deysanda. Mana bu kursor bu yoqqa turib, enter qilsang, bo'ladi. Annotationga kirib turib, tekstoviy stilga kirib turib, buni balandligini 5 qilsang, set grunnet deysan, ha deysan, glossing deysan, endi har safar yozganingda keyin Bu ko'rinmaydi. Esdan keyingi qaysi kelyapti? 65 kelyapti. 65 lik bu D ekan. Bundan bu yoqqa kelishda mana bu D ekan. Demak, yana yozaman deysan. Mana. Demak, mana bu narsa D ekan. D ikkita yo'q. Ular shunaqa hammasini yozib chiq.